Zamonaviy Pokiston davlati bizning vaqt sinovlaridan o'tgan ishonchli hamkorimiz, xalqaro miqyosda obro' e'tibori ortib borayotgan salohiyatli sherigimizdir. As president of this country, you have transformed. Siz davlat boshqaruviga kelgan ilk kunlardan boshlab O'zbekistonni qaytadan transformatsiya qildingiz. Siz jamiyatni qayta tikladingiz. Ushbu tarixiy tashrif strategik sherikligimizni kengaytirish borasida yangi sahifa ochadigan muhim voqea bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Azaliy do'stlik rishtalarini mustahkamlash, hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha pozitsiyalarimizni yakdil ekanini yana bir bor tasdiqladik. Muhim hujjatlar imzoladik. Miracles happen through vision. Mo'jizalar aniq qarashlar, yuqori dinamika, tinimsiz mehnat va yakdil maqsad sari dadil intilish orqali paydo bo'ladi. Men mana shunday ulug' sifatlarni sizda ko'rdim. Iqtisodiyotda kim qiladi? Tadbirkor qiladi. Qachon qiladi? Siyosiy yondashuvlar bir bo'lsa,